Audio Jungle. Assalomu alaykum. Bizni ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatib borayotgan qadrli obunachilar, bugun Iqro kitoblar do'koni jamoasi Samarqand viloyati Ishtixon tumaniga tashrif buyurdik. Tashrifimizning boisi 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami munosabati bilan barcha onajonlarimizni chin qalbimizdan tabriklab qolamiz. Xususan bugun Sojida onajonimizni tabriklashga bel bog'lagan turmush o'rtoqlari Abdug'ani otamizning tabriklari, farzandlarining chiroyli tilaklarini yetkazib, sovg'alarni taqdim etamiz. Xudo xohlasa bizni kuzatishda davom eting. Biz esa tadbir dasturimizni boshladik. Qani, ketdik. Siz ayolsiz, shirin so'zli muloyim. Latofatni bergan sizga Xudoyim. Yuzingizdan oy ham boqib uyalar. Zuhro yulduz havas bilan mo'ralar. Muhabbatda sadoqatli, hayoli, muqaddassiz o'zbek qizi ayoli. Siz ayolsiz, momo havo naslidan, ochilasiz kelsa bahor faslidan. Ishq bog'ida yigitlarni xayoli, muqaddassiz o'zbek qizi ayoli. Sizga ochiq jannatning ham eshigi, qo'lingizda baxtli hayot beshigi. Alla aytib mehr ila boqasiz, murg'ab qalbda oq sut bo'lib oqasiz. Dardga malham bo'lgan mehr giyoli, muqaddassiz o'zbek qizim ayoli. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Bizni ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatib borayotgan qadrli obunachilar. Iqro kitoblar do'koni jamoasi doimo har bir o'zbegim xonadoniga eng go'zal chiroyli tilaklarimizni yo'llab qolamiz. Bugun tashrifimiz bejizga emas. Chunki 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami munosabati bilan barcha onajonlarimiz, barcha opa-singil buvijonlarimizni tabriklab qolamizda ajoyib musiqa sadolari ostida onajonimizni taklif etamiz. Marhamat. Balkim hayotim arzondir ona, lekin hayotimda qimmatim o'ziz. Balkim orzularim armondir ona, lekin bu hayotda jannatim o'ziz. Assalomu alaykum onajonlar. Assalomu alaykum onajon. Bugungi bayramingiz bilan chin qalbimizdan tabriklab qolamiz. 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami barcha buvijonlarimiz, onajonlarimizga, aziz va muhtaram opa-singillarimizga muborak bo'lsin deb qolamiz. Yuzingizni tabassum, qalbingizni xotirjamlik hech qachon tark etmasin. Bugun onajonim sizni xursand qilish uchun bel bog'lagan barcha farzandlaringizni chiroyli tilaklar, tabriklari. Birinchi navbatda sizni xursand ko'rishni istagan turmush o'rtog'ingiz Abdug'ani otamizning salomlar, tabriklarini, mana shunday tashabbuslarni sizga yo'llab qolamiz. Shu bilan birgalikda ta'kidlab o'tganimiz kabi farzandlaringiz Sobitjon akamiz, keliningiz Shoira yangamiz, o'g'loningiz Sodiqjon akamiz, Gulniso yangamizning chiroyli tilaklar, tabriklarini sizga yo'llab, yo'naltirib qolamiz. Shu bilan birgalikda barcha ko'zingizni oq qorasi nabirajonlaringiz bor bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Biz so'zlarimizni, tilaklarimizni davom ettirishdan oldin marhamat onajon, sizga atalgan chiroyli sovg'alarni qabul qilasiz. Sovg'alar Güllarimning rayhoni onam, orzularim osmoni onam. Men poyidan jannat izlasam, jannatlarning imkoni onam. Güllarimning rayhoni onam, orzularim osmoni onam. Men poyidan jannat izlasam, jannatlarning imkoni onam. O'rnakdirlar sabr toqatda, qiyosi yo'q hurmat-omadda. O'rnakdirlar sabr toqatda, qiyosi yo'q hurmat-omadda. Bolam desa jonim rohat
desa jonim rohatda, so'zlari bol qaymog'im onam, 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 gullarimning rayhoni onam, onajonim onam, orzularim osmoni onam. Olislarda yursam erta kech, yo'lim kutib tolmaydilar hech. Olislarda yursam erta kech, yo'lim kutib tolmaydilar hech. Duolari bilagimga kuch, mehri so'nmas bulog'im onam. Duolari bilagimga kuch, mehri so'nmas bulog'im onam. Boshga qo'yib olib yursam ham garkabaga Urush qolmadi. Rahmat, bor bo'linglar. Boringizga shukr. Albatta, otalarimizni duolari bilan, onajonlarimizni duolari bilan biz farzandlar mana shunday kunlar, mana shunday martabalarga yetib yuribmiz. Boringizga shukr. Bugun sizlarni xursand qilishga bel bog'lagan farzandlaringizga alohida tashakkurimizni izhor etib qolamiz. Akalarimiz o'zlarining chiroyli tilaklar, tabriklarda onajonimiz bizni bu eng mehribon do'stimiz, yaqin sirdoshimiz. Onam bor bo'lsinlar. Ular duo qilmoqda. Biz musofirning qaysi nuqtasida yursak ham Alloh onamning duolari evaziga asramoqda. Onajon, boringizga shukr deya chiroyli tilaklar, tabriklarni bildirib, agar tadbir davomida vaqtingiz, imkoningiz bo'lsa, mana shu chiroyli she'rni o'qib eshittirsangiz deya iltimos qilgan, mana shu chiroyli she'rni o'qib eshittiramiz. Marhamat. Tillaridan tushmaydi duo. To'xtashi yo'q mening onamning. 18,000 olamda tanho, o'xshashi yo'q mening onamning. Chiroyidan osmonda oylol, bahor ta'zim aylaydi xushhol, yo'qdir unday sohibi jamol, o'xshashi yo'q mening onamning. Bolam deya dil bo'ldi adoq, bolam deya qo'llari qadoq, uzuk ko'rmay o'tdi bu barmoq, o'xshashi yo'q mening onamning. Dog'ning dog'ga o'xshashi bordir, bog'ning bog'ga o'xshashi bordir, oyning dog'ga o'xshashi bordir, o'xshashi yo'q mening onamning. 18,000 olamda tanho, hurdan go'zal, malakdan zebo, hayqiraman eshit ey dunyo, o'xshashi yo'q mening onamning. Onam kabi buyuk ona yer, jar solaman kim ne desa der, yuragimdan otildi bu she'r, o'xshashi yo'q mening onamning. Albatta, beqiyos tengsiz onajonlarimiz bor bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Onalarni menimcha qancha ta'riflasak shuncha oz deb o'ylaymiz. Doimo farzandim deb umrining oxirigacha kuyib-pishib biz uchun jonini ham berishga tayyor bo'lgan onajonlarimiz bor bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Biz farzandlar doimo onajonlarimiz oldida ta'zimdamiz. Bor bo'linglar, salomat bo'linglar. Bugun onajonimiz qolaversa, mana shu onajonimizni jigarlari, begonasi yo'q. Onajonlarimiz shaniga otajon qancha ta'riflar aytsak ham, shunday ekan sizdan Vohidjon tog'amizni taklif qilsak, ulardan chiroyli so'zlar, xushzabonlar, tabriknomalarni eshitamiz onajonimizga va barcha mana shu buvijon, xolajonlarimizga. Marhamat. Hammani bayram bilan tabriklayman. Sodiq yuzlarga kir. Omonlar muborak bo'lsin. Shundan beri baxt va omon bu. Hamisha yaxshilik kunlaring ko'p bo'lsin. Sog' bo'l, salomat bo'l. Avvalambor assalomu alaykum aziz
ayollarimiz, ayolim sizlarni bugun bayramlaringiz bilan hammalaringizni tabriklayman. Qolaversa mani umr yo'ldoshim yuzlarga kirsin. Mana shu nevaralari bolalar boshiga omon bo'lsin. Ikkalamiz birga yuraylik. Ta umrimizning oxirigacha. Uzoq umr tilayman. Hammalaringiz bayramlaringiz bilan yana bir bor. Albatta baxt xonadoningizni sizlarni hech qachon tark etmasin deb qolamiz. Shu sovg'ani bersa ham ketmayapti bu shu nabirajonlar. Menimcha tabriklamoqchi she'rlar bo'lsa kerak. Kimdan eshitamiz? Ismingiz? Sabinaxondan eshitamiz. Marhamat. 8-mart onajonlar bayrami yo'llariga poyandoz dasta gullar bayrami. Ey rahmat, bor bu. Bizning yoshligimizda she'r bor. 8-mart bugun onajon katta bo'lgandan keyin tushundik unaqa emas ekan. 8-mart bugun xarajatlar bayrami. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Marhamat. Ismingiz? Suhrobjon. Suhrobjondan eshitamiz. 8-mart onajonlar bayrami yo'llariga poyandoz dastagollar bayrami. Rahmat. Bitta quchoqlab qo'ying bu joyinizda. Kichikroqmiz, ismingiz nima? Imronbek, kim o'g'lisiz? Ayamdi. Hamma tabrik bo'lsa, dadammi derdi bu, ayasini erga to'y ekan. Marhamat, bitta tabriklab qo'ying. Aya, ina oyajon. Sizni yaxshi ko'raman. Bayramiz bilan. Bitta quchoqlab qo'ying bu joyinizda. Ismingiz? Sarorbek. Sarvarbek, kim o'g'lisiz? Jamshid. Jamshid, do'stimiz. Sinfdoshi. Rahmat. Jamshid akamiz o'g'illaridan chiroyli tabrik eshitamiz, marhamat. Onajon, bugun sizning bayramingiz. Sizni tabriklayman. 100 ming yoshlarga kirib ko'p umr ko'ring. Rahmat. 100 da eshitganda 100 ming eshitmagan ekanmiz. Rahmat, bor bo'ling, salomat bo'ling deb qolamiz. Omon bo'ling. Mana shunday a'lo kayfiyat sizlarni tark etmasin. Xolajonlarimizdan ham eshitamiz, lekin otajon, ruxsat bersangiz, bitta chiroyli tarona bo'lsin, bayramga o'xshasin. Xolajonlarimizni chiroyli davra raqslariga taklif etamiz. Marhamat.
Yuqorida ta'kidlab o'tganimiz kabi onajon, xolajonlarimizdan jigarlaringiz bor-a? Xolajonlarimizdan yosh urug'larini taklif qilsak-da, bir og'iz bo'lsa-da, marhamat, tabriknomalarini tinglab qolamiz. Keling. Mavluda xolamiz, keling. Avvalambor mana shu qishlog'imizga xush kelibsizlar ukajonlar. Mana bugun singlim Sojida oyda shuncha xursand qilib, bir yaxshi kayfiyatda bugun buni tug'ilgan kuni ekan. Ramazon oylari 8-mart kuni qo'shaloq bayramlar bilan shu xonadonda eng yaxshi kunlarini muborakbod etamiz. Mana shu yerda barcha qishloqdoshlar nomidan, dugonalari nomidan, mana shu oilam nomidan doimo mana shu singlim sog' bo'lsin, yuzida hamisha nurli bo'lsin, farzandlarini baxti kamolini ko'rib yursin. Mana shu Ramazon oylarida qilingan duolar qabul deydi. Albatta mana shu meni qo'shnim, eng yaqin singlim, eng yaxshi tilaklarim shu xonadonga bo'lsin. Ukam ikkovi qo'sha qarisin. Hamisha birday nimaiki ko'ngliga tilak maqsad o'tkazib qo'ygan bo'lsa, hammasiga yetishsin. Moli joniga, dehqonchiliklarga, kasbkorlariga, oilasiga, farzandlarini, umrijonlariga ko'plab barakat ato etsin. Allohim hamisha qalbi iymonda, tili kalima shahodatda, qo'llari barakatda bo'lishligini Alloh taolo nasibi ro'za aylasin. Hammalaringizga mana shu qo'shaloq bayram, Navro'z olam kelyapti. 8-mart Ramazon oylari muborak bo'lsin. Hammamizni shu xonadonda yaxshi kunlarda, to'y tomoshalarda Alloh taolo duchor qilsin. Rahmat so'z berganlaringiz uchun. Assalomu alaykum. Yerda yig'ilgan qizlar, kelinlar, og'ayin, qarindoshlar, mana ukalarimiz hammalaringizni 8-mart bilan. Endi ayollar qatori erkaklarni ham tabriklaymiz. Qo'shaloq bayram bo'ladi. Hammalaringizni 8-mart bilan tabriklayman. Ana shu qiz qaynsinglim kuyov bilan qo'sha qarisin, qo'shganlari bilan. Ular qizlari ham, mana shu kelinlar ham hammasi qo'sha qarib, baxtli, saodatli bo'lsin. Shu yilgi 2025-yilimiz qut barakali kelsin, omadli kelsin. Shuydagilar nima niyat qilsa niyatlariga erishib, baxtli oila bo'lsin, qo'sha qarisin kuyov bilan. Bolalar huzurlarini ko'rsin. Hammalaringizni 8-mart bilan bayram bilan tabriklayman. Kelayotgan Navro'z olam, ro'za Ramazonlar bilan tabriklaymiz. Hammani shu kunlarga yetkazsin. Rahmat. 8-mart ekan, mana shu
hammani 8-mart bilan tabriklayman. Mana shu ovsinim qaynimam qo'shqa qarisin, bolalarni huzurini ko'rsin, baxt kamoldan quvonsin. Nimaki niyatlari bo'lsa, niyatlarga Alloh o'zi yetkazsin. Doim tinchlik, sog'lik, salomatlik bo'lsin Allohim. Ovsin jonim, jonim ovsin, mehribonim ovsin jon. Dasta dasta gullar ochilsin, atir gullar sochilsin. Atir gullarni terib, ovsin jonimga beray. Ovsin jonim birdagina baxtli, saodatli bo'lib, hamisha birday bolalarni huzur hayotini ko'rib yursin. Rahmat. Tadbirimizda birinchi marta ovsiniga joyida she'r yozgan ovsin ko'rishimiz borizga shukr. Salomat bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Albatta mana shunday mehribon opa-singildek ovsinlar ko'payaversin deb qolamiz va onajon ruxsat bersangiz yangi millolarimizdan ham onamizga atalgan tabriklarni eshitsak. Marhamat. Yo'q, yangilarimiz. Onajonimiz kelinlari. Akamiz qanday? Akamiz. Keling akajon. Bitta tabrik ishlar ekanmiz. Xo'p, onajon mikrofon bilan yuzlangan holda sizning taassurotlaringizni eshitib qolamiz. Marhamat. Avvalambor hammani 8-mart bayrami bilan chin yurakdan tabriklayman. Xush kelibsizlar. Meni xonadonimga o'ylaganim yo'q edi bunday bo'lishdi. To'satdan hammaga sog'lik, salomatlik, sizlarga rahmat aytaman. Albatta onalarimizni bayrami aynan bahor fasliga to'g'ri kelgani bejizga emas. Hamisha gullardan-da go'zal onalarimiz bor bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Shaxsan men uchun, menimcha hamma farzand uchun bo'lsa kerak, dunyodagi eng go'zal manzara onajonimizning jilmayib turishlari, kulib turishlari. Baxtimizga doimo onalarimiz kulib tursinlar, opa-singillarimiz bor bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Ular borki, hayotimiz, ro'zg'orimiz, xonadonimiz go'zal, vatanimiz go'zal. Boringlarga shukr, salomat bo'linglar. Mana shunday go'zal ishga qo'l urgan barcha farzandlarga, kelinlarga alohida tashakkurimizni izhor etib qolamiz. Biz esa xayr demaymiz, yaxshi kunlarda diydor ko'rishguncha deb qolamiz va so'zimiz yakunida qandolatchilarimiz tomonidan onajonimiz uchun maxsus tayyorlangan shirinliklarni taklif etamiz. Bilsangiz, Marjona xongam so'z navbatini bersak, boydan bir o'tirib qo'llari og'rib ketdi, qachon kirar ekanman, menga navbat qachon tiyar ekan deb. Marhamat. Onajon, sizni bugungi bayram bilan tabriklayman. Sog' bo'ling, baxtimizga omon bo'ling. Qizlar ham shu yerdami? Rahmat, salomat bo'ling. Xo'p, opajon, marhamat. Assalomu alaykum hammalaringizga. Bugungi bayram bilan tabriklayman hammalaringizni. Ayajonim baxtimizga sog' bo'lsin. Ukalarimni, men nevaralarni, dadamni, dadam bilan qo'sha qarisin. Doim baxtimizga sog' bo'lib, bizga bosh bo'lib yursin. Rahmat sizlarga. Jon, sizga ham bayram muborak. Yaxshimizni oshirgan, yomonimizni yashirgan ayollarimiz
onalarimiz, buvilarimiz, opa-singillarimiz bor bo'lsin, salomat bo'lsin. Iqro kitoblar do'koni jamoasi doimo barcha o'zbegim xonadoniga chiroyli tilaklarimizni yo'llab qoladi. Inshaalloh mana shu xonadonda yana to'ylarda, yaxshi kunlarda diydor ko'rishguncha onajon, otajon, xursandchiliklar muborak bo'lsin. Barcha onajonlarimiz, xolajonlarimizni tabriklab qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bayram muborak bo'lsin. Rahmat.